Erkak kishiga qiyinchilik kerak. Mani butun hayotim shu bolaga bag'ishlangan deb fikr xayolda o'tib ketadi ona. Bu ayollar ham tushunsa bo'ladi, chunki ularda ko'pincha yolg'izlik holati ko'proq uchraydi. Oxirgi tadqiqotlarga ko'ra, ona bola bilan 25 yoshgacha bog'liq bo'lar ekan. Tasavvur qiling, mana bunaqa uzun va bunaqa ketgan bo'ladi, ip ketgan bo'ladi. O'sha ip bilan bir-biridan bog'liq bo'ladi. Bu ipni energetический обмен deydi. Ya'ni onaga bir narsa bo'lsa, bola sezadi, bolaga bir narsa bo'lsa, ona sezadi. Shu narsa kuchayib boraverar ekan. 20 yosh, 22 yoshda asosan avjiga oladi. Mana shu avjiga olish paytida endi bolani nima qilish kerak? Uylantirish kerak. Bola ham o'zini oilasi bo'lishi kerak. U bola bitta o'zi qolib ketmaydi, естественно. Onasi kim u? Временный человек. Masalan, men o'g'limga vaqtinchalik odamman. Uni tarbiyasini beraman, hayotda to'g'ri yashash tizimini ko'rsataman, tizimini qanaqa bo'ladi, uni yediraman, ichirtiraman, o'qitaman, bo'ldi. Inson qilib shakllataman 20 yoshgacha. Allohning mehri bilan, albatta. Keyinchalik bu insonni o'zini hayot qonuni, o'zini hayotdagi turli xil qiyinchiliklar bo'lishi kerak. U bola o'shalarni yengib o'tish shart. Ona qo'shilish kerak emas yo'q. Ona qo'shilsa, bu narsa battar ziyonlashib ketadi. Ya'ni erkak kishi erkakligini his qilmay ketadi. Erkak kishi ishlagisi kelmaydi. Erkak kishi nima kerak bor, onam hammasini qiladi deydi. Onasidan kutib qoladi keyin. Chunki erkak kishi yengil narsaga tezroq o'rganadi.